Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, adob. Omad kelsin. Hamma ishtahamdan onamni yoshlariga kelib, yuzlariga kirishib, bolalarni ota havasini ko'rishib Bo'laman. Dursiz olam aro mehrida onalar mashhurisiz, siz bor hayot boshqacha, bunday yashash boshqacha, siz duolar qilsangiz omad kular boshqacha. Assalomu alaykum. Hoji yaxshimisiz? Joningiz sog'mi? Bismillahirrohmanirrohim. Keling. Hojona, Qur'on ayyomlar muborak bo'lsin. Yaxshimisiz? Joningiz sog'mi? Ilohim yuzaga qiling. Xonadonlaringiz qalbdan shunday fayzli bo'lsin onajon. Onajon, Xudo xolasa bugun chiroyli syurprizlarni sizni Qur'on ayyomlaringiz munosabati bilan Odinaxon apamiz tashkillashtirdilar. Musofir yurtlarda yurib, mening onajonim uchun, farishtam uchun bitta jannatim ona nomiga tayyorlading akajon. Men onajonimni juda ham yaxshi ko'raman. Mening mehribonim, farishtam, dunyodagi eng aziz insonlarimdan onajonim bo'ladilar. Mana shu jannatim ona nomli gullarni meni nomimdan qolaversa, aka-uka opa-singillarim nomidan topshirib qo'yasiz. Iltimos qilinglar. Bitta chiroyli qarsaylaringiz bilan albatta onajon. Ilohim yuzaga qiling. Duo qiling onajon. farzandlarim joni sog' omad kelsin. Hamma ishtahamdan onamni yoshlariga kelib, yuzlariga kirishib, bolalarni ota havasini ko'rishib Marhamat onajon, siz uchun mana shu jannatim ona nomli gullar farzandlaringiz nomidan bo'ldi. Qolaversa onajon, siz uchun yana bitta chiroyli she'rni ham tayyorlatib qo'ydilarki, albatta onajonim uchun o'qib eshitling dedilar-da. Onajon deb yig'lamagan yurak emas. Gar onamsiz ketsam jannat kerak emas. Ko'z yosh to'kar mening qilgan nolam uchun, o'ziga maydi faqat bolam uchun. Men berayim savobimni onam uchun, jannatlardan o'zga tilak emas. Gar onamsiz ketsam jannat kerak emas. Makka Madinaga o'zim olib boray. Yuragimga Alloh nomini solib boray. Onajonim uchun, otajonim uchun men borimni fido qilay. Yulduz oysiz falak emas. Gar onamsiz, otamsiz kelsam jannat kerak emas dedilar. Qolaversa, dadajonlari uchun ham chiroyli syurprizlarni tayyorlatgan edi. Ka'batullohda maket ochilgan naborlarni dadajoni uchun ham dadajonlari yo'q mo'jibomiz. Qani kelsinlar, hojibomiz ham kelsinlar. Bitta Xudo xolasa syurprizlarni qabul qilsalar inshaalloh. Ilohim yuzaga qiling onajon. Xudo xolasa yaxshi kunlaringizda har doim kelib, farzandlaringiz nomidan mana shu ajoyib xursandchilik qilish sizga ham nasib bo'lsa aylasin onajon. Sog' bo'ling onajon, ilohim yuzaga qiling. Onajon, qolaversa shu musofir yurtlarda yurib qizingiz yana bir chiroyli so'zlarni ham aytdilarki, men onajonimni juda ham yaxshi ko'raman. Meni baxtim, jannatim, dunyodagi eng aziz insonim. Kechalari bedor bo'lib qiynalgan, tarbiya qilgan, katta qilgan, bizni mana shu darajaga yetkazib qo'ygan inson mening farishtam, onajonim bo'ladilar. Assalomu alaykum hojiboy. Keling hojiboy. Bismillah. Yaxshimisiz? Qani kelingchi. Hojiboy, yaxshimisiz? Vaziyangiz yaxshimi? Joningiz sog'mi? Shukr. Hali mana shu ajoyib Ka'batullohda makiyajlashgan naborlarni farzandlaringiz nomidan bitta chiroyli qarsaylar bilan topshirib qo'ysak, marhamat, sizning uchun maqsad. Marhamat, qabul qilasiz. Onajonimizdan birgalikda qo'shib qaring. Qolaversa, shu farzandlaringiz bizga murojaat qilganda siz haqingizda ham chiroyli so'zlarni aytdilar-da, hojiboy.
Amin. Allohu akbar. Hoji bu yana farzandlaringiz yana bir chiroyli so'zlarni aytdilarda. Aytdilarki, to'g'ri, dadajonimiz milliarderlar orasida emasdi. Lekin biz yoshlikdan ko'chaga oyoq kiyimsiz chiqmadik. Tunlarni och qorinda uxlab o'tkazmadik. Bizni mana shu darajaga yetkazib qo'ygan insonim, uning davlati, otajoni va jannati onajonim bo'ladilar. Ularni oldidagi qarzimizni butun umr poyiga tizimli xizmatini qilaylik. Nimaiki yaxshilik bo'lsa qilaylik, lekin ado etolmaymiz. Shunday bo'lsa-da, arzimagan surprizlar bilan bir xursand qila olgan bo'lsam, boshim ko'klarga yetdi deb musofir yurtlarda yurib, Odinaxon opamiz bir chiroyli duo qilsinlar men nomliyam deb iltimos qildilar. Hoji bobomiz yana bir chiroyli duo qilib bersalar, duolari men uchun timor. Do'st qidirib bo'lmayman xumor, menga hech kim berolmas ozor. Chunki baxtimga ishongan tog'im otajonim bor dedilar. Ana endi bitta chiroyli duodan hamma farzandlarimizni ham Parvardigor umrjonlariga, rizqlariga Xudo barakasini ato etsin. Hammalari Parvardigor yuzga yuzlarini ossin Parvardigor. Farzand nevaralarini, evra-chevaralarini baxtini ko'rsin. Xonadonni obod qilsin. Safarda bo'lsa safarini doim bexatar qilsin. Darbalarimizni dardiga shifo, komil shifo nazar etsin. Hammamizni sog'lig'imizni ziyoda qilib, umrimizni ziyoda qilib Parvardigor islomda, iymonda, e'tiqodda birbirimizga mehr-oqibatda yashashni hammamizga nasib etsin. Odinaxonimizga rizqi Xudo barakasini ato etsin. Safarini doim bexatar qilsin. Balo oxiratdan so'rasin. Uni ham Parvardigor bilan shu farzandi bor etsin. Farzandlarni baxtiga qadar sog' salomat xonadon bo'lib Parvardigor joy olishni Parvardigor nasib etsin. Allohu akbar, rahmat. Salomat bo'linglar. Qolyapsa mana shuni ajoyib shirinlikni ham onajon siz uchun hayotlaringiz mana shu to'rtta ishlar bo'lsin deb maxsus Odinaxon opamiz tayyorladilar. Ilohim zaryakingizlar. Doim xonadonlari shunday foydali bo'lsin. Ana endi gilam surprizimiz borda, xolasa, buni barcha oilaviy qo'yib, bitta narsa endi opajonlari bor ekan, opajonlardan uzr so'radik. Bitta suratni bizga kech jo'natib qo'ydi. Opajonlari qolib ketdilar. Uzr so'raymiz, lekin albatta mana shu partiyadan sizlar uchun maxsus tayyorlatib, barcha farzandlaringiz nomidan qabul qilasizlar. Marhamat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bitta opajonlari qolib ketibdi. Ming bor uzr so'radilar shuning uchun. Ana endi Xudolarcha onajon, siz uchun shu opamiz yana bir chiroyli she'rni tayyorlatib qo'ydilarki, albatta onajonimga o'qib bering. Ruxsat bersangiz onajon, mana shu she'rimiz shu opamizning nomlaridan albatta musofir yurtlarda yurib ishlab, mana shu she'rni siz uchun maxsus tayyorlagan ekan. Albatta shu she'rimni men uchun onajonimga o'qib eshitishni iltimos qilinglar. Qarzdor deb bilaman o'zimni o'zim. Har qachon boshimda bo'ldingiz parvona, yuragimga tugib qo'ydim chin so'zim. Qarzimda jannatlar bilan zaman ona, Makkatullohlarda namozlar o'qib, duolar qilaman ko'z yoshim to'kib, Allohdan jannatni so'rab tiz cho'kib, qarzimni jannatlar bilan zaman ona, shunday farzand bo'lay havas qilsinlar. Dada, ona sizga rahmat aytsinlar, yomon deganlar bu yo'ldan qaytsinlar. Qarzimni jannatlar bilan zaman ona, erkasantib qaysar farzandingiz. Ba'zida og'ritib qo'ygan ko'nglingiz, Alloh uzoq qilsin sizning umringiz. Qarzimni jannatlar bilan zaman ona, ko'z yosh yarashmaydi sizga hech qachon. Yarashsa yarashar quvonch yoshlari, endi avvalgidek bo'lmayman yomon. Qarzimni jannatlar bilan zaman ona, yuragim og'riqli dardlar ezardi. Qur'onlar o'qiyman, ishoning ona, uyimizni faqat Qur'on bezaydi. Qarzimni jannatlar bilan zaman ona, Allohim tomonga intilib toki. Jannat tomon yo'llar quraman yana, jamolini birga ko'ramiz balki, jannatlarda birga bo'lamiz ona deb ajoyib she'rlarni, ajoyib tilaklarni, ajoyib surprizlarni sizlar uchun shu Odinaxon opamiz musofir yurtlarda yurib, chin dildan tayyorlatib, inshaalloh bizni yoqqa jo'natib, xursandchilik qilishni nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bitta narsa ekan,
shu opamiz aytib qoldilarki, opajonimni shukrona ayyomlari o'tib ketdilar, akajonimni shukrona ayyomlari o'tib ketdilar. Meni nomimdan chin qalbimdan tabriklab qo'yinglar. Baxtimizga doim sog'-omon bo'lsin. Akajonim, opajonlarim, barcha yaqinlarim, oila a'zolarim men uchun qadrli, eng aziz insonlar dedilar. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Barchalaringizga kattakon rahmat. Ana bir chiroyli surprizlarni, xudo xolasa bir o'yin kulgilarni jo'natgan edi. Endi Hoji buva sizni endi masjidda olayotgan to'g'ri kelmasligi uchun biz mana shunday ixchamgina, chiroylikgina qilib o'tkazishga qaror qildik. Barchalaringizga rahmat, sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar.